O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti teatr talabalari tomonidan O'zbekiston xalq shoiri dramaturg Usmon Azim qalamiga mansub Kunduzsiz kechalar spektakli namoyish etildi. E'tiborlisi, mazkur spektakl O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov rahbarligida sahnalashtirildi. Asarda o'zbek adabiyotining atoqli namoyandasi Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lponning mashaqqatli va mardonavor hayotidan parcha tasvirlangan. Ko'ngil, sen munchalar nega, shanlar birla do'stlashding, na faryoding, na doding bor, nechun sen muncha suslashding. Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon. Talabalar tomonidan namoyish etilgan sahna asari tomoshabinlarning qalbigacha yetib bordi. Bunda ijro mahorati bilan birgalikda ustozlarning mehnati ham bor. Millatchi ziyolilarning mafkurachisi. Shu tarixiy spektakl menimcha yoshlarimizga manzur bo'ladi deb shu spektakl ustida ish boshladik. Hozir shu spektakl tayyor bo'ldi. Mana bugun birinchi namoyishi. Jasur Butunboyev aktyorimiz, talabamiz mana shu Cho'lpon rolini ijro etyapti. Mohaniso Karimova Cho'lponning rafiqasi Soliha rolini ijro etyapti. Asarning tomoshabinlar e'tiborini qozongan jihati, unda xalqimizning sevimli yozuvchisi Cho'lponning achchiq taqdiri, qatag'on yillarning tahlikali damlari haqida bo'lib, haqiqat, adolat uchun kurashgan yozuvchining fojiasi, o'z jonini saqlash uchun sotqinlikdan ham toyimaydigan odamlarning qiyofasi ko'rsatilgan. Bularni shahidlar xotirasi maydoniga, muzeyga olib bordim. O'sha davrning ruhini his qilsin bo'lardi. Keyin akademik Naim Karimov bilan suhbat uyushtirdim. Undan keyin Sharif opa bilan suhbat uyushtirdik. Mana shular hammasi o'sha 37-yil o'sha muhitga kirishga bularga men o'ylaymanki yordam berdi. Spektakl namoyishida ustozlar va mehmonlar qatorida Cho'lponning jiyanlari Sharifaya Mirzaxojayeva ham ishtirok etdi. Butunlay bugun shunaqa boshqacha ruhiyat bilan, boshqacha, bilasizmi, eng avvalo Cho'lponga bo'lgan mehr bilan chiqishdi. Shuning uchun o'sha mehr ufurib turdida spektakl shunaqangi ta'sirli, shunaqa jonli chiqdiki, odamlarning qalbidan joy oldi. Shoirning hurlikni, ozodlikni alqigan she'riyati o'zbek xalqiga ona diyorga muhabbat, mustamlakachilarga nafrat, istiqlol g'oyalariga sadoqat tuyg'ularini tarbiyaladi. Har bir qahramonni gavdalantirishdan oldin uni tarixi, kim bo'lgan, hattoki gapirish ohangi, yurishi, shu narsani hammasini bilib, keyin sahnaga chiqib repetitsiya qiladi. Erksevar shoir o'zi istagan hurriyatni ko'ra olmagan bo'lsa-da, uning avlodlari bugun ana shu orzuga musharraf bo'ldi.